1800-yillarda Ludaytlar bo'lgan, ya'ni Luditlar deyiladi. Ular kim bo'lgan desangiz, qo'pol qilib aytganda o'sha paytdagi ishsiz qolgan odamlar, ya'ni zavod fabrikalarda industriallashuv, sanoatlashuv rivojlanib, ya'ni paxta ip yigiradigan mashinalar yoki shunga o'xshagan narsalar rivojlanib ketib qolgan. Natijada bu ishni qiladigan ishchilar ishsiz qolgan va bu ommaviy ishsizlikka olib kelganligi uchun ular tartibsizliklar qilishni boshlashgan. Ya'ni zavod fabrikalarga o't qo'yishgan, boshqa va oxiri hukumat nima qilgan? Ya'ni Angliya hukumati ularda hammasini doriga osgan. Qo'pol qilib aytganda o'limga hukm qilgan. Endi sun'iy intellekt bilan ishsiz qoladigan aholi, ya'ni vahimasi, buni Tony Robbinsning Diary of CEO dagi podkastda ham ko'rsalar ham bo'ladi. Ya'ni bu juda ham katta to'lqin. Ya'ni ular faqatgina dizaynerlarda ish yo'q bo'lib qolmayapti yoki masalan faqatgina content writerlar emas yoki masalan faqatgina shu ip yigiruvchilar, juda ko'plab massaviy sohalar birdaniga ishsizlik bo'lib qo'ygandan keyin bu hukumatlar uchun o'zi juda ham katta signal deyilyapti. Siz nima deb o'ylaysiz o'zi umuman? Sizni sohangizda, ya'ni jismoniy tarafini robotlar, aqliy tarafini sun'iy intellekt bilan egallash mumkinmi? Kommentlarda izohlaringizni yozing. Ikkinchi AI Mastava kanalimiz yoki masalan Telegramda 1% bilim kanallarimiz bor. Biz ko'proq fokusni aynan mana shu AI ga berishga harakat qilyapmiz. Sog' bo'linglar.